Assalamu alaikum urmatlı tez xabardın körüşlörü, urmatlı mekendештер, Ош шаарынын тургундары амансыздарбы? Анда биз бүгүн бул чыгарылышта Кара Суу районуна караштуу Учкун айылындагы мал базардабыз. Мына ушул турган букалардын баасы менен таанышабыз. Assalamu alaikum, канча деп атасыз ака? 70 миң сомдон. 2 жашар букалар 70 миң сомдон экен. Чоңдугун караңыздар, 200 gramdan aşırat etti. Kaçağa surada aga? 60 bin sonra. 60 bin somdan surada. İki çoğun bukan. 2 yaşar baga? 2 yaşar bukalar eken. 70 bin som. Çoğun bukan eski mi aga? Eski tapay tas. Kança devat bilmediniz mi? 100 bin som surada deydi. Buka öte çoğun eken. Esi çok bol adat. 120 bin surada o. Kança yaş eken aga? 4 yaşar. 4 yaşar. Esi kelbedi dağılı. Esi kelbedi. 120 bin surada deydi. 4 yaşar buka. Öte жақсы. Bu buka kimden eken? 3 yaşqa tolelek buka 80 bin som surada. Yakta bağ oladat. Qandaysiz aga? Bulan başka adamı kalsak bolma. Qancha suradasiz? Bo'ldi. Sizin betingiz tushmaydi. 80 bin som. Hayır, bir dostum. Beringizlar aga. Koyalım. Hayır. Kışkan dersen. 80 binga suradat. Kışkan dersen ne bu? Yuttu görevimize gelmez. Bugün de Amerika kupaga 80 Sıra çıkıp gördük. internette cüret değil. Siz özünüz joqsiz aga. Deme olaylar. Hayır, versem dostum. Hayır, oldu ya, bak dostum. Bering aga, bering. Sizin buqanız böyle boya çoğunlar. O nerede iki buqan ha? Mal bazarın qarışqırları sodalaşa atar. Bering aga, bering. 80'ge surab atasızbı? Siz qancha deb atasiz aga? Jariling aga, jariling. Mal bazarga malды satam deb kelingiz, sating hem. Haydi internette bir şey koyasın. Maaşadan sonra bir de toşkası kaça? Aytmayısın. Beringizler aga, usul buqanın baası oladat. 80 bin somga verbe etat da. Bu buqa 80 binge verbe etat. Dogovor buşqandan keyin anan daha sizler menen bölüşөбүz ушунун baasını. Al эми бул буканы канчага алдыңыз ага? 101 миң сомго келди бул бука. Канча жаш? 4 жашар. Өтө жакшы. 300 килограммдан ашырат окшойт ага. Telefon numarası aytıp koyun aka. 350 kilogram берет экен. Numarası aytıp koyun. Telefon numarası aytıp koyun. Kimsin sen? Şunu alıvatla çalamazsan gerek yok. 101 миң сомго кетти ушул. 4 жашар бука. 350 kilogram et berip kalışı mümkün eken. Hayra satasız bekan bunu? Öte жақсы. Alıp satar akağız. Almasa soyu vuruyoruz. Albasa soy üret eken. Öte жақсы. 101 ming somduk buka. 4 yaşar eken. 350 kilogram et berişi mümkün eken. Anlıktan tez xabardın körüçülörü biz menen birge olup turunguzlar. Ушул Учкун мал базарындагы букалар канча сомдон болуп атат, канчага кетип атат, сиздер менен чогуу көрөбүз. Урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, бул 2 жашар бука. Канча деп атасыз ага? 75 миң сом. Канчага сурап атышат? 67 миң сомго сурап атат экен. Чоңдугу өтө чоң. Kasaplar surap atабы aka? Kasaplar 60 kasap. Kasaplar surap atат экен, 60 surap атат дейт.
250 nursa gerek ha. 250 nur o. Kilogramda. 250 ming, 250 kilogramda. Uradi ekan. O'ta yaxshi. 220 kilogram beradi ha. Toza 220 kilogram beradi ekan. 2 yashar buqa. O'ta yaxshi. Andada bu bir yaşdagi buqalar 60 dan so'rab o'tasiz aka? 60 ming so'mdan so'rab o'tadi ekan. Yetdi. Ekosim teng ha? Ular bir yarım yaşdı. Ala buqa? Söz yaxshi. Chirken turadi, qo'y chirken. Qanchadan so'rab o'tadi aka? 54. 54 mingdan so'rab o'tadi ekan usul buqalar. Bir yarım yaşdagi buqalar. 3 yaşar buqa. Qancha so'rab o'tasiz pulini? 75 orada. 75 ming so'm. 80 deyilmedin mi? Qanchaga so'rab o'tadi aka? 70 ming so'radi. 70 ming so'rab o'tadi. Berib aytasiz. Vermeydi. Yaqindashdi u kishini? Didingizga. Ya var da az. Dag'i bora. Juda yaxshi. 3 yashar buqa ekan. 250 nurov aka. 250 nurov. 50 çıksa gerek kiler. Chiqib qoladi. Jo'g'on ekan bu buqa. Ha yaxshi. Juda yaxshi. Prosta çaykoçlar emek kılıdı. Chayqovchilar 70 ga so'rab o'tadi ha. Juda yaxshi. Kishini yaqinlatsa beradi ekan, sizlar. 73 bidayim aka dedingiz. Turla. Turar ekan. 70 çıkar berek. O'ta yaxshi. Bozoringiz dersin, yaxshi sotib olinglar aka. Pul 1,5 yashar buqalar. Qanchadan aka puli? 2 yaş. 2 yasharga jetdi va? 60 mingdan da o'taman. 60 mingdan. Eko'ni tengmi? Qanchaga so'rashdi aka? 51 ming, 52 ming so'mdan so'rab o'tadi ekan. O'ta yaxshi. Buqani archaqdan da ko'rayli. 51 ming, 52 ming so'mdan so'rab o'tadi ekan. 2 yasharga jetib qoldi. Biz yarım 2 yasharda buqalar. O'ta yaxshi biz dag'i boshqa maldun bahsi bilan tanishganga harakat qilaveramiz. Assalomu alaykum. Qanday saqsaqal? Qancha so'rab o'tasiz buqalarga? 85 kam var. 85 eko. Ekosida 85 ming kam var. Qancha yashar? 1,5 yashar. Qanchadan so'rab o'tadi aka? Aka. 1,5 yashar buqalar ekosida 85 ming so'm so'rab o'tadi. Ekosini 79 ming so'mga so'rab o'tadi ekan. 1,5 yashdagi buqalar. Bu 1,5 yashdagi buqa. Puli qancha aka? 40 ming. Kami bormi? Qanchaga so'rab o'tadi? Qanchaga so'rab o'tadi? 36 ga berilmadi. O'ta yaxshi. Keyingi buqalar bilan tanishamiz. Pul ala buqa. 2 yashar ekan. Puli qancha aka? 62 ming kam var diyor. 62 ming so'm kami bor. 2 yashar buqa. Qanchaga so'rab o'tadi ekan? Arqul so'rab o'tadi ekan 55 ming. Pastida, ustida so'rab o'tadi ekan. Puli qancha aka bu buqalarning? Ha. Bir o'zingizdan aytib qo'ying aka. Boshqani tortdi. O'ta yaxshi. Anda biz bu boshqa buqalar tortamiz, chiroyli bo'lgan. Puli qancha aka? Puli. Buqaniga 45 ming, 1,5 yashar o'xshaydi. 1,5 yashar buqa 45 ming so'mday. Sizniki qancha aka? 40 ming. Ular 1 yoshdan o'tganmi? 1,5 yashar ekan. 40 ming. O'ta yaxshi. 40 ming oldi, 8 ming so'rayotgandimmi? Qaysi buqaga bog'liq aka? O'ta yaxshi, usul buqaga bog'liq. Kimdan aka buqa? Kim qo'lingizlarni tartam, dogovor qilingizlar aka. Razım da şimdi. Yani.
Artık koyup da burası. Rahatsızlık. Süйлesingizler aka, süylesingizler. 39 ming so'm tavakkal qoldi. Qanchaga ketdi? 39. 39 ming so'mga. 3 bin so'm değil mi? 1,5 yasharmi? Yani. 1,5 yashar 39 ming so'mga ketdi. Boshida 42 ko'rmay 39 berdi. Juda yaxshi. Bozor bosida aka, bozor. Satam deb kelgandan keyin sotish kerak. Bozorda bulka mana. Tur aka 39 ming so'mga ketdi bu buqa. Hurmatli bizning tezkorning ko'ruvchilari, hurmatli mekandoshlar. Anda sizler Uçkun mal bazarındagi buqalarning bahosini tanishdingizlar. Ondan biz bilan birga olib, keyingi chiqarishgacha omon turingizlar.